a'zolari. Hozirda yangi yana resalar ishlab chiqarish turini boshladik. 4 ta pog'onali ko'rasiz. Mana tepasini qimiladigan qildik. Yana bitta yangilik qo'shdik. 4 ta pog'onali bo'ldi. Aytganimdek 32-170 mingga hammasi shotilari ham narvoni deyiladi. Bular 15-etajgacha chiqaveradi. Endi buni yaxshi tomoni, masalan, oldingi restoranimiz 5 yil mobaynida ishlasa, o'rtacha buni bular 10 yil ham ishlayveradi. Shu buni ustunligi. Ya'ni o'ta qalin baquvvat bo'lgan. Ba'zi klientlarimiz X tenga ham qilib beringlar deyapti. Ular 780 ming chiqyapti. Hozirgi holati 760 mingdan tayyor bo'lyapti. Endi padonlarimiz o'zgargani yo'q. O'sha holatda profildan qilyapmiz. 800 kg 700 kg ko'taradi. Har tomonlama baquvvat qilingan profildan. Lentalar ko'p joyda sinib ketyapti, lekin shuning uchun biz profil tanlaganmiz. Hozirda bu qo'qonga mana tayyor bo'lyapti. Mabodo Sirdaryo, Surxondaryo o'sha tomonlar bo'lsa, zakaz berishlarini ularni ham dastlabki xizmatlarini yo'llari bor, mashinalar bor gaplashib beramiz. Shu bizga mana murojaat qilishlari mumkin. 90lik 533 56 53 raqamlarimiz 24-avtobus ortida joylashgan Yaybanda. Adresimiz Qo'qondan 20-25 kilometr masofada. Shunaqa chiqadi. Sog' bo'linglar, Sarmir Sherzodbek. Rahmat.